Xalqaro kechirim tashkiloti chorshanba kuni e'lon qilgan yillik dokladida Uyg'ur diyorida kishilik huquq vaziyati yanada keskin bo'lib, Uyg'ur, Qozoq va musulmonlarni asos qilgan boshqa millatlarga qartilgan ig'ir kishilik huquq dafsandichiligida javobgarlik tortish kamchil bo'lmoqda. Dokladga qaraganda Xalqaro kechirim tashkiloti Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarligining 2022-yildagi dokladida Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qartilgan insoniyatga qarshi jinoyatlarni to'xtatish uchun o'tirg'i qo'yilgan tavsiyalarni yo'lga qo'yishda ilgirlash bo'lganligi to'g'risida hech qanday paket topolmagan. Xitoy tashviqot organi Xalq to'rining 21 aprel xabar qilishicha, Beyjingdagi atalmish Xinjiang saroyining muqam zalida atalmish Xinjiangga aloqador fikr almashtirish yig'ini o'tkazilgan bo'lib, yig'inga 49 davlatning Xitoyda turishliq 21 bosh elchisi va 50 necha diplomat qatnashgan. Yig'inga Xitoy amaldorlaridan atalmish Uyg'ur Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin sekretari, Uyg'ur Avtonom rayonining raisi Qo'rchoq amaldor Erkin Tuniyaz, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining muavin ministri Chin Shaodong qatorliqlar qatnashgan. Yig'inda Qo'rchoq amaldor Erkin Tuniyaz so'z qilib, Sharq Turkistonning navbatdagi ahvolini burmilab tunishtirib, Xinjiang taraqqiy qilib, xalq turmushi sijili yaxshilandi. Har qaysi millatlarning turli huquq manfaati kafolatlantirildi. Millatlar ittifoqligi uzluksiz mustahkamlandi. Ko'p xil dinlar aniq taraqqiy qilmoqda degan. Xitoyning jasuslik detali TikTok Qirg'izistondan keyin Qozog'istondami cheklanishi mumkin. Qozog'iston uchur ministrligi bu ishning hozir qarab chiqarilayotganligini dalilladi. Ministr Ayda Balayeva TikTokdagi qonunsiz mazmunlarning ko'payganligini aytdi. Qozog'istondagi TikTokning cheklanishi bolalarni qo'g'dashning ehtiyoji bilan tushuntirilgan. Ministr Ayda Balayevning aytishicha, qo'shni davlatlarning TikTokdan andish qilishga boshlagandan keyin aloqador tarmoqlar bu masalani baholashga boshlagan. Qirg'izistonda Telegram ta'minlaguvchilar 18 apreldan boshlab TikTok mulozimatini qamal qilishga boshlagan. Amerika Davlat ishlar kotibi Antony Blinken rasmiy ziyoratining bir qismi sifatida Xitoyning sharqidagi Shanxay shahriga borgan. Aerodromda doiralar tarafidan qarshi elingan Blinken Shanxaydagi o'quvchilar va savdo dunyosidagi vakillar bilan ko'rishgan. Egilishicha, Blinken ati Beyjingda Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishdi. Blinkenning 3 kunlik ziyorati jarayonida yuqori darajali shaxslar bilan ko'rishdagi asosli qaralmalar Xitoyning Rossiyani qo'llashi bo'ladi ekan. Blinken yana O'rta Sharq krizisi, Ukraina urushi, Janubiy dengizdagi masalalar va kishilik huquq dafsandichiligi qatorliq ikki taraflik, rayonlik va dunyoviy masalalar to'g'risida suhbat olib boradi ekan. Germaniya prezidenti Frank-Walter Anqarada Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an bilan ko'rishgandan keyin o'tkazilgan birlashma axborot e'lon qilish yig'inida so'z qildi. Germaniya Turkiya munosabatining uzun va mo'l tarixini asos qilganligini bayon qilgan Walter, diplomatiya munosabatimiz boshlanganligining 100 yilligida Turkiyaga kelishim men uchun intayin muhim dedi. Walter yana Germaniyaning dunyodagi boshqa hech qanday bir davlat bilan Turkiyaga o'xshash bunda quyuq do'stlik va oila munosabati yo'q dedi. Xitoyning janubidagi Guangdong o'lkasida qattiq yomg'ir sababidan Jiujiang daryosi bo'yidagi o'ltiraq rayonlarda kalkun yuz berdi. Egilishicha, o'lkadagi 24 daryoning suv o'rni yomg'ir sababidan ogohlantirish saviyasidan oshib ketdi. Xitoy taratqullari 4 kishining o'lganligini, 11 kishining yo'qolib ketganligini aytdi. Doiralar kalkunning ta'siriga uchirgan, kam deganda 110 ming odamni uylaridan tarqoqlashtirgan. Xabar qilinishicha, 4 million nüfuslik Jungyuan shahrida aholilar texmo ig'ir ofatlardan andish qilmoqda ekan.